Shuning uchun Alloh aytgan va mahattu lahu tamhida. Men bu odamga tamhid bilan tayyorladim degan. Ya'ni sekin-sekin ulg'aytirib, yetishtirib, undirib, o'stirib katta odam qildi, amaldor qiladi masalan. Kofir haqida aytilgan xosatan mana shu oyat. Men uni shunday sekin-sekinlik bilan inson qilib kattartirib, katta bir kattakon odam qilib, unga hamma narsani muhayyo qilib bersam, u kelib endi menga kofir bo'lyapti degan ma'noda kelgan bu oyat. Bugun sen mana ota-onangga shunaqa qilsang, u seni beshikdalik holatingdan yuvgan, katta qilgan, taragan, endi katta yigit bo'lib qolib, o'zingcha ota-onangga oyoqchilik ko'rsatsang, ularni haq-huquqini e'tirof etmasang, hamma odam aytadimi shunda? O'sha ota-onang ham aytadi. Kechagina beshikda yotuvding, taging tozalolmay. Endi bugun ota-onang kerak emas bo'lib qoldimi deydi. Shuning uchun ham har qanday ana shu ota-onasiga g'uddayotgan, dag'dag'a qilib do'rilayotgan yigitlarga nasihat qilganda aytingda, kechagina orqangni tozalolmayotgan joyingda o'sha otang, onang seni tozalab, yuvib, tarib yurgandi. Aslida endi bu gapdan biz boshqa gapga o'tamiz. Ota-onangni senga shunaqa qilib bergan kim? Ota-onangga shunaqa qilishga bir mehr bergan. Jirkanmay seni shunaqangi yuvib tarashga. Alloh. Ana shuning uchun endi Allohning haqqini e'tirof etdi. Va mahattu lahu tamhida deb Alloh mana shuni aytgan. Men unga shuncha narsani tayyorlab muhayyo qilib berdim. Endi shariatdagi ta'siriga qarasak, shariatdagi har bir hukmga amal qilish oxiratga o'zingizga muhit tayyorlash shuni biling. Ko'paytiring, kamaytiring, o'zingiz ishingiz endi. Shuning uchun Alloh aytgan: "Man kafara fa alayhi kufru va man amila solihan fali anfusihim yamhadun." Kim kofir bo'lsa, kufri o'zining zarariga uni. Ya'ni Allohga zararing tegmaydi, o'zingga. Va man amila solihan, kim solih amal qilsa, o'zini nafsi uchungina tayyorlayapti degan. Diyor tayyorlayapti ya'ni. Fali anfusihim yamhadun. Endi qiyomatdagi ta'siri. Qur'onda Alloh 6 ta o'rinda jahannamni mihad deb zikr qilgan. Va shularda yana 5 tasida bi'sal mihad deb zikr qiladi. Ya'ni naqadar yomon beshik u jahannam. Jahannamni Alloh beshik deydi ya'ni kofirlarga. Mana Baqara surasining 206-oyatida Fahasbuhu jahannam va bi'sal mihad. Jahannam kifoya kofirga deydi. Bu naqadar yomon beshik. Yoki tayyorlab qo'yilgan joy desangiz ham bo'ladi. Oli Imron surasining 12-oyatida va tuhsharuna ila jahannam fa bi'sal mihad. Jahannamga to'planasizlar, naqadar yomon beshik yoki tayyorlab qo'yilgan joy. Yana Oli Imron surasining 197-oyatida Ma'wahum jahannam va bi'sal mihad. Boshpanasi jahannam, naqadar yomon tayyorlangan joy beshik ularga. Ra'd surasining 18-oyatida yana shunday va ma'wahum jahannam va bi'sal mihad. Sod surasining 56-oyatida Jahannam yaslawnaha fa bi'sal mihad. Jahannamda kuyadi u, naqadar yomon beshik boshpanadir deydi. Qarang, 5 ta o'rinda naqadar yomon beshik boshpanalib kelyapti. 6-si A'rof surasining 41-oyatida lahum min jahannama mihad, ularga jahannamdan to'shaklar bor deydi. Ya'ni yotqizib azoblanadi-da kofirlar jahannamda. Qo'l oyog'i bog'lab azoblanadi. Mana beshikdagi chaqaloq qanaqa? Beshigiga yurgagilab vag'illasa ham uni shu beshikka bog'lab qo'yilinadi-ku. Yotqizib qo'yib. Endi tushunyapsiz nima uchun jahannamni doim kofirlarga beshik deb gapirilgan. Ana shu chaqaloq kabi qo'l oyog'i bog'lanib vag'illatib azob beriladi degan. Yotqizib olib. Yotqizib olib urdi deydi masalan. Ana shunaqa yotqizib ularni qo'l oyog'ini bog'lab azob beriladi. Xuddi beshikda chaqaloq yotib baqirib yotgani kabi. Ana shunday baqirib qichqirib yotishadi jahannamda ular. Ana shu narsani eslatish uchun jahannamni mihad 7 ta o'rinda shunaqa qilib kelgan. Jannatni mana shunaqa deganni topmaysiz, chunki jannatda hech kim qo'l oyoq bog'lanib yig'lab yotmaydi-da. Ana shuning uchun jahannamni jannatni ya'ni hech qachon mihad deganini Qur'onda topa olmaysiz. Endi bu bundan olinadigan nasiba. Birinchidan Alloh insonga yer yuzini tayyorlab berganligini tan olish. Evolyutsiyadan, revolyutsiyadan kelib qolmadik biz. Alloh bizga tayyorlab yer yuzini, keyin bizni olib keldi shu yer yuziga. Ni'mal mahidun, biz qanday ham yaxshi tayyorlovchidirmiz dedi shuning uchun. Uni tasdiq boshqa sayyoralarni qarang. Qani yerga o'xshab inson kelishiga tayyor qilib qo'yilganmi? Yo'q. Boraman desa ham bora olmayapti inson hozir. Hech kim qaysi sayyorada uni quloq ochib kutib olmayapti inson. Endi buni shukri shu yer yuzida Allohning hukmini tatbiq qilish bilan bo'ladi. Allohning hukmiga ko'ra yashash bilan. Mana beshikda seni katta qilgan onang qanday uni haq-huquqini ado qilishing kerak. Endi yerda senga beshik qilib bergan Robbing uni haq-huquqini ado qilishing kerak. Uni aytgandek yashashing kerak. Ikkinchidan, qabrda yotadigan joying, beshigingga joy tayyorlashing kerak. Qabr ham bir beshik. Hadisda kelgan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlar, inson qabriga kirgandan keyin uni oldiga bir yuzi qabih kishi keladi. Kiyimlari bir qabih kishi.
hidi sassiq bir kishi keladi. U aytadiki, ana senga xushxabar. Allohdan xorlik va doimiy azob senga xushxabar deydi. Bu xushxabar emas aslida, ya'ni shu xabar. Lekin endi uni haqoratlab shunaqa deydi. Shunda u qabrdagi odam aytadiki, Alloh senga ham yomonlikni bashorat qilsin. Sen o'zing kimsan deydi. Bunaqangi sassiq yuzlik, sassiq kiyimlik jirkanch odam. U aytadiki, men sening iflos amalingman deydi. Sen Allohning toatida sust eding va Allohning ma'siyatiga esa tez eding. Alloh seni bugun shuning uchun mana shunaqangi yomonlik bilan jazoladi. Deb keyin uni oldiga bir ko'r farishta muhayyo qilinadi. U farishta ko'zi ko'r, qulog'i kar va tili soqov. Qo'lida shunday bir gurzi bor. Agar u bilan bir tog'ni ursa, tuproqqa aylantirib yuborardi. U farishta ana bu odamni uradi, shunda u tuproqqa aylanib ketadi. Alloh yana uni qaytaradi. Qanday bo'lsa shunday holatki yana uradi, yana shunday qichqiradi. Uni insu jindan boshqa hamma narsa eshitadi deganlar. Keyin aytganlarki, unga bir eshik ochilinadi-da, yumahhadu lahu min furushin nar. Jahannam to'shaklaridan unga to'shaklar to'shab beriladi deyilgan. Imom Ahmad rivoyat qilgan hadis bu. Ya'ni inson amali yomon bo'lsa, yomon to'shak qabrda kutyapti ekan uni mana shunday. Uni amali unga shunday sassiq, yuzi xunuk, kiyimi xunuk shaxs ko'rinishda kelar ekan, uni shunday qo'rqitib, yoniga keyin shunaqangi bir farishta uni azoblashga qo'yilyapti. Ko'r, kar, soqov farishta. Ya'ni unga rahm qilmaydi. Uni baqir-chaqirini eshitmaydi ham u farishta va uni qiynalayotganini ko'rmaydi ham, qanaqa darajada qiynalib ketayotganligini va unga gapirmaydi ham. Faqat uni azoblab uradi gurzi bilan. Shunaqa gurziki, uni agar tog'da ursa u bilan tog' parchadan tuproqqa aylanib ketadi deyilyapti. Ana shunaqangi qilib keyin jahannamda yana to'shak to'shab beriladi unga. Qabri jahannamning bir to'shagiga aylanadi. To qiyomatgacha jahannamda to'shagiga o'xshash qabr bilan azoblanadi. Agar shunday bo'lishni istamasa, deyapmiz, inson o'ziga chiroyli to'shak tayyorlash kerak qabrda. Jannat bog'laridan bir bog'ga aylantirish kerak. Bu amal bilan bo'ladi. 3